Amerika Harvard Universitetiga 70 dan ortiq jamiyat 1 yanvar birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralarini 2016-yili Amerika Davlat ishlari mahkamasi tashkillagan xalqaro ziyoratchilar rahbarlik programmasiga qatnashishga taklif qilingan va Xitoyga qaytib kelgandan keyin qo'lga ilingan Uyg'ur korxonachi va xayr-saxovatchi Akbar Asadni darhol qo'yib berishga chaqirdi. Harvard Qonun institutining kishilik huquq qo'g'dag'uvchilari boshchiligida Harvard Qonun instituti va boshqa maktablarning 75 jamiyati birlashib imzolagan bu bayonotda Harvard Universiteti maktabdoshlari bo'lish sifati bilan ularning Harvard Qonun institutini bitirgan va Washingtonda ishlayotgan Uyg'ur advokat Rayhon Asadning inisi Akbar Asad va Uyg'urlar uchun qilayotgan faoliyatlarini qo'llaydiganligini bildirgan. Bayonotda bu jamiyatlar Harvard o'quvchilarini keng murojaatga qatnashishga chaqiriq qilish bilan birga Amerika hukumati va xalqaro jamiyatdan Xitoy hukumatining uzundan buyon Uyg'urlarga qaratilgan sistemalik zulmni oxirlashtirishni va keng ko'lamlik vahshiylikni surishti qilishni talab qilgan. Sharqi Turkistonga majburiy emgak siyosatini xalqaroning kuchlik ayblashiga duch kelgan bir paytda Xitoy taratqullaridan foydalanib rayondagi ziyonkashlikni oqlash bilan birga tashviq qilmoqda. Yaqinda Xitoy xabarlari to'g'ri tarafidan e'lon qilingan bir sin ko'rinishida Qashqarning Yopurg'a noyisidagi bir kiyim tikish zavodidagi ishchilarning ishga o'rinlanishi va umumiy ahvoli bayon qilingan. Ularning hammasi Uyg'ur ayollari bo'lib, 1200 odam arzon emgakchi bo'lib ishlashga majburlangan. Oylik maoshi 800 yuan, $100 bilan 2500 yuan oraliqda ekan. Buningdan boshqa sindiki uchurlarga qaraganda, zavodda ishlangan kiyimlarning Yaponiya va Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlariga eksport qilinganligi, zavodning davomli kengaydiganligi, ishchilarning sonining 4000 dan 5000 ga ko'paydiganligini bayon qilingan. Yaqinqi uchurlardan ayon bo'lishicha, bu xil zavodlardagi ishchilarning ko'pincha ayollar bo'lib, Sharqi Turkistondagi erlar jazo lagerlari va turmalarga qamalgan. Yana bir tarafdan bu rayonda majburiy emgak ziyonkashligining davomli kengayayotganligini ko'rsatib bergan. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Wuhan virusining manbasini aniqlash uchun tekshirish olib berayotgan Xitoyning Wuhan shahri to'g'risida Amerikadan muhim bir bayonot keldi. Amerika muavin davlat bexatarlik maslahatchisi Matthew Pottinger Angliya doiralari va amaldorlari bilan ko'rishgandan keyin koronavirusining tarqalishining orqasida Xitoyning borligini aytdi. Pottinger mundaq dedi: Xitoy hukumatining Wuhandagi tajribaxonasining virusning orqasida ekanligi to'g'risida paketlar ko'paymoqda. Xotirlar shuni isbotladiki, yuqumning Xitoydagi hayvonotlar bazasidan paydo bo'lganligi to'g'risidagi qarashlar to'g'ri emas. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi tunugungi bir ziyoratda Xitoyning Amerika bilan bo'lgan munosabatini yangi burilish nuqtasiga yetganligini, yangi bir ko'zak etish umidi borligini aytdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Amerika bilan Xitoyning munosabati usuda kishilik huquq va Wuhan virusining kelib chiqishi to'g'risidagi talash-tortishlar sababidan besimga duch keldi. Amerika Xitoyga qarshi eng yangi harakatda harbiy ishlar bilan munosabati bor deb qaragan 10 necha Xitoy shirkatini qora tizimga kirgizdi. Minister Wang Xinhua agentligining ziyoratini qabul qilganda, Amerikaning Xitoyga qaratgan eng yangi siyosiy har ikki davlatning manfaatiga ziyon yetkazdi va dunyoga zo'r xatar elib keldi degan. Lekin Wang hozir ikki tarafning yangi umid ko'zniki echish va yangi dialog musobaqasi boshlash fursati borligini aytgan. Wang Trump yoki Bidenning ismini tilga olmagan, ammo Amerikani Xitoy tanlagan ijtimoiy tuzum va taraqqiyot yo'liga hurmat qilishga chaqirgan. Agar Washington savoq qilsa, ikki taraf o'rtasidagi ziddiyatni hal qilg'ili bo'ladiganligini aytgan. Amerikadagi siyosiyonlar Xitoyni dastlabki mezgilda koronavirusining tarqalishini yoshirdi va kasallikning texnik tez tarqalishiga yo'l qo'ydi deb ayblagan. Ammo Wang Xitoyning butun kuchi bilan virusning tarqalishiga qarshi turganligini va dunyoning boshqa joylariga ogohlantirish signali berganligini aytgan. Qozog'iston prezidenti Qosim Tokayev Birlashgan Davlatlar Tashkilotining o'lim jazosini bekor qilishni planlagan va parlamentdan o'tgan kelishimga imzo qo'ydi. Egilenishicha, kishilarning huquqiy va erkinligining cheklanishi sababli Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan tanqid qilinib kelgan Qozog'istonda bu tonishni yo'qotish uchun yangi bir qadam tashlandi.
Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ölüm cezasını bekar qilishni planlagan Fuqarolar ve Siyasi Huquq Xalqaro ahdinomasi parlamentning tasdiqidan o'tgandan keyin Qozog'iston prezidenti To'qayev bu kelishimni imzolagan. To'qayev imzolagan kelishimda Qozog'istonda urushdan boshqa ölüm cezası berilmaydi ve jazo ijro qilish to'g'risida yangi tadqiqot ilib berildi.